Tasavvur qiling, shopping moldami, bog'dami aylanib yuribsiz. Chiroyli kiyinib olgan bir ayolni ko'rib qoldingiz. Ichingizda zo'r kiyinibdi deb o'ylaysiz. Tamom, men ham shunaqa ko'ylak sotib olaman deysiz. Xuddi o'shandek ko'ylakni qidirib topasiz ham, lekin kiyib ko'rasiz u hafsalangiz pir bo'ladi. O'zi chiroyli odamlarga hamma narsa yarashadi. Menga hech narsa yarashmaydi deb o'ylaysiz. Bunaqa vaziyat hammamiz bilan hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham sodir bo'lgan. To'g'rimi? Shunaqa paytlarda yo qomatingizdan, yo teringizning rangidan, yo sochingizdan norozi bo'lishni boshlaysiz. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Odam o'zidan ko'ngli to'lib yurishi uchun ranveda chiqadigan model bo'lishi shartmi? Salom do'stlar, mening ismim Maftuna. Men ta'lim bo'yicha mutaxassis, muharrir va tarjimonman. Shuningdek, juda ko'pchilik kabi shaxsiy uslubga ijodiy yondashish, aql bilan xaridlar qilish ustida ishlayotgan ayolman va agar qo'llab-quvvatlab tursangiz, bu kanalda uslub va moda haqida shaxsiy kuzatuvlarim, izlanishlarim asosida o'rganganlarimni bo'lishib boraman. Xo'p, mavzuga qaytadigan bo'lsak, albatta, bir insonning o'zidan ko'ngli to'lish masalasi chuqur psixologik tahlilni talab qiladigan, juda ko'p faktorlar aralashadigan masala. Lekin bugun biz gaplashadigan mavzu ko'pchiligimiz tan olishni xohlamasak-da, o'zimizga qanday baho berishimizga, o'zimizni qanday his qilishimizga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Qora yoki ko'k choy yoki kofe, bilmadim. Xullas, o'zingizga qulaylik yaratib o'tirib oling. Bugun shaxsiy uslub haqida gaplashamiz. Hamma. Siz shopping mall yoki bog'da ko'rib kiyimlarga havasingiz kelgan ayol ham, hech narsa yarashmaydigan siz ham, absolyut hamma o'z uslubiga ega. Shunchaki hamma ham uni to'g'ri ifoda eta olmaydi. Qaysidir bir kiyimni qidirib yurib topib, kiyib ko'rib, yarashmaganda hafsalangiz pir bo'lsa, bilingki, siz shaxsiy uslubingiz qandayligini, uni qanday kiyimlar kiyib, qanday soch turmagi qilib, qanday aksessuarlar taqib yoki qanday bo'yanib ko'rsatishni bilmaysiz. Ba'zi kiyimlar sizga yoqadi, lekin yarashmaydi. Ba'zi kiyimlar sizga ham yoqadi, ham yarashadi, lekin hayot tarzingizga mos bo'lmaydi. Deylik, sizga mana shu kiyimlar yoqdi. Bo'ksani yopib turadigan, oversize sviter, keng va biroz kalta shim, yapaloq oyoq kiyim. Lekin bo'yingiz kichkinaroq, to'lacharoq bo'lganingiz uchun sizga bu kiyimlar yarashmasligi mumkin. Deylik, sizga mana shu ayolning kiyimlari yoqdi. Sizga bu kiyimlar yarashadi ham deylik. Lekin siz yosh bolali onasiz. Ko'chaga asosan bola bilan aylanishga chiqasiz. Bunaqa kichkina sumkachada bolaning butilkasi, suv, 2-3 taglik va boshqa kerakli narsalarni solib ola olmaysiz. Bolani ko'tarasiz, doimiy harakatda bo'lasiz. Bunaqa oversize pidjak esa harakatlanishingizga noqulaylik qiladi. Nozikkina bu oyoq kiyim esa juda uzoq yurishga to'g'ri kelmasligi shundoq ham ko'rinib turibdi. Shaxsiy uslubga kim qanday ta'rif beradi bilmadim-u, lekin mening fikrimcha shaxsiy uslub bu sizga yoqadigan, sizga yarashadigan va sizning hayot tarzingizga mos bo'lgan, o'zingizdan ko'nglingiz to'lishiga sabab bo'ladigan kiyimlar, aksessuarlarni tanlay olish san'atidir. Orangizda hozir kimdir, bo'ldi qiling, oddiy kiyim-ku, shunga shunchami deyishi mumkin. Lekin ishoning, shaxsiy uslub siz o'ylagandan ancha chuqurroq masala va uni topish hayot sifatingizni ancha yaxshilashi mumkin. Keling endi shu haqida gaplashamiz. Shaxsiy uslubingizni topish birinchi navbatda sizni xayoliy mendan qutqarib, o'zingizni topishga yoki xayoliy men va haqiqiy menni uyg'unlashtirishga yordam beradi. Xayoliy men bu siz bo'lishni, ko'rishni xohlagan, siz yashashni xohlagan hayotda yashaydigan siz.
Ko'pchiligimizning shkafimizda qachondir ozsam kiyaman, qachondir qimmat restoranlarda bo'ladigan o'tirishlarga kiyaman, qachondir baland binolarda joylashgan ofislarda ishlasam kiyaman deb sotib olgan, lekin hatto etiketkalari ham olinmagan yoki bir nechta marta kiyib, hayot tarzimizga to'g'ri kelmagani yoki yarashmaganini anglab yetganimiz uchun kiymay qo'ygan kiyimlarimiz bor. Bu esa bizning xayoliy menimiz haqiqiy menimiz bilan uyg'un emasligini anglatadi. Agar siz hayot tarzingizga mos, qulay, shu bilan birga sizga yarashadigan, o'zingizni yaxshi, chiroyli his qilishingizga yordam beradigan kiyimlarni tanlay olsangiz, qisqacha aytganda shaxsiy uslubingizni topsangiz, qimmat restoranlardagi o'tirishlarga bormagan, ofislarda ishlamagan paytingizda ham o'zingizni chiroyli odam, did bilan kiyinadigan odamdek his qilasiz. Xayoliy men uchun rejalar tuzishdan qutulasiz. Shaxsiy uslubni topishning keyingi foydasi bu qaror qabul qilish charchog'idan qutulish va vaqtni tejashdir. Oramizda shkafida kiyimi tiqilib yotgan, lekin kiyishga hech narsasi yo'qlar ko'p bo'lsa kerak. Ko'chaga chiqishingiz kerak, shkafni ochasiz, bitta shimingizni olasiz-u, lekin unga mos futbolkangiz yo'q. Boshqa bir ko'ylakni olasiz, lekin unga mos oyoq kiyimingiz yo'q. Boshqa bir yubkani olasiz, lekin matosi injiq va uni dazmol qilish kerak. Sizda esa vaqt yo'q yoki erinib turibsiz. Agar siz o'z shaxsiy uslubingizni bilsangiz va har bir kiyimni ehtiyotkorlik bilan sotib olsangiz, har kuni ertalab kiyim shkafingiz oldida o'tadigan ancha vaqtni tejaysiz. Miyangiz ham qaror qabul qilish charchog'idan qiynalmaydi. Shaxsiy uslubni topish sizga qiladigan yana bir xizmat bu albatta cho'ntagingizni qutqarishdir. Tan olishimiz kerakki, ko'pchiligimizning pullarimiz oshib-toshib, seyfimizga sig'may yotgan joyi yo'q. Qiynalib topgan pullarimizni shkafda kiymay osilib yotgan, har qaraganda menga palon so'm sarflagansan degan aybdorlik hissiga ko'madigan kiyimlarni xarid qilishni xohlamaymiz. O'z uslubini bilmaydigan odam esa trendlar, ijtimoiy tarmoqlardagi reklamalarning, marketingning asosiy o'ljasidir. Shaxsiy uslub esa filtr. Siz uni tushunsangiz, o'zingizga u haqda to'g'ri savollar bera olsangiz, do'konlarga kirganda minglab kiyimlar orasidan o'zingizga keragini, o'zingizga yarashadiganini topa olasiz. Natijada pulingizni shkafingizda chang bosib yotadiganiga emas, sizga yillab xizmat qiladigan, o'zingizni yaxshi his qilishingizga yordam beradigan kiyimlarga sarflaysiz. Va eng oxirgisi, o'z uslubiga ega bo'lish, o'ziga yarashadigan uslub yaratishni bilish sotsial jihatdan ham muhim. Biz xohlaymizmi yo'qmi, muhimi insonning ko'ngli deb qo'ysakda, odamlarni birinchi navbatda vizual qabul qilamiz. Bu albatta qimmatbaho kiyimlarni kiyib tillalarga burkangan odamni ko'proq hurmat qilamiz degani emas, lekin ham qulay, ham o'ziga yarashgan kiyimlarni kiygan odamlar bilan o'zimizni yaxshi his qilamiz. Chunki o'ziga nima yarashishini, nima to'g'ri kelishini bilgan odamning o'ziga ishonchi ham baland bo'ladi, kayfiyati ham yaxshi bo'ladi, o'zidan yaxshi energiya taratadi. Albatta, bu hammasi uslub. Shaxsiy uslub haqida qisqacha edi, lekin sizga qaysidir ma'noda foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Endi bu kanalda siz bilan qanday qilib qiziqarli uslub yaratish, qanday qilib qora qozonni suvga tashlamasdan ham yaxshiroq kiyinish, aqlli xaridlar qilish, tashqi ko'rinish masalasiga ijodiyroq yondashish haqida gaplashamiz. Iltimos, yana ijod qilishim uchun qo'llab-quvvatlang, like bosing, kanalni do'stlaringizga ham tavsiya qiling. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.